Yo'llardagi tartib faqat reydlar yoki jarimalar bilan emas, avvalo tizimdagi ochiqlik va aniq nazorat bilan ta'minlanadi. Transport nazorati inspeksiyasi tomonidan Farg'ona shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida aynan shu masalaga urg'u berildi. 2026-yilning dastlabki 4 oy sarhisobiga bag'ishlangan tadbirda transport sohasida amalga oshirilgan nazorat ishlari, profilaktik tadbirlar hamda raqamlashtirish yo'nalishidagi yangiliklar haqida ma'lumotlar taqdim qilindi. Matbuot anjumanida sohadagi yangiliklar, yangi qabul qilingan 11-18 qonun, uning tafsilotlari, amaliyotda qo'llanilishi, korrupsiyaga qarshi kurashish va sohani raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida axborot bergan bo'lsak, mana endi bevosita press turda o'sha nazorat reyd tadbirlari qanday amalga oshirilishi va nima uchun amalga oshirilishini bevosita guvoh bo'lib turibsiz. Bu yerda hozir yuk avtomobillarining vazni va hajmiga belgilangan me'yorlar bor. Vaznlar mahkamasining 342-son qaroriga asosan mana shu me'yorlarga amal qilinishi ustidan Transport nazorat inspeksiyasi, yo'l harakati xavfsizligi xizmati va avtomobil yo'llari qo'mitasi qo'shma reyd tadbirlarini olib boriladi. Butun respublika bo'yicha 50 dan ortiq ko'chma va statsionar tarozilar bor. Inshootlarda, ko'priklarda yuk avtomobillari o'ta olmay qoladi. Chunki o'sha belgilangan me'yordan ortiq bo'ladi uning hajmi. Uzunligiga nisbatan ham o'sha me'yorga amal qilinishi bu harakat xavfsizligini ta'minlashiga ham, o'zi haydovchilarga ham yuk avtotransportlari vositalari uchun juda muhim. Vazniga nisbatan amal qilmasligi esa bevosita yo'llarimizni sifatini buzilishiga, o'sha keyingi ta'mirgacha yetib bormasligiga va yo'llarning sifati tez buzilishiga olib keladi. Shu sababli barcha haydovchilardan o'sha yuk avtomobillarda belgilangan me'yorlarga, hajm parametrlariga ham, vazn parametrlariga ham doimiy amal qilgan holatda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Sohada inson omilini qisqartirish va shaffoflikni ta'minlash asosiy vazifalardan biriga aylangan. Shu maqsadda yo'l qurilishi obyektlarini nazorat qilish, ularni ro'yxatga olish va qabul qilish jarayonlarini qamrab olgan yo'l sifat nazorati axborot tizimi, raqamli inspeksiya mobil ilovasi hamda temir yo'l infratuzilmasi obyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish tizimlari amaliyotga joriy etilgani aytildi. Matbuot anjumanida qonunchilikdagi yangiliklarga ham alohida to'xtalib o'tildi. Yo'nalishlarda yo'l haqqini asossiz oshirish, tasdiqlangan jadvalga amal qilmaslik va yo'nalishdan chetga chiqish kabi holatlar uchun javobgarlik belgilangani qayd etildi. Bu esa aholining transport xizmatlari bo'yicha e'tirozlarga sabab bo'layotgan ayrim muammolarni bartaraf etishda muhim qadam sifatida baholandi. Matbuot anjumanidan keyin tashkil etilgan press tur esa aytilgan fikrlarning amaliy ifodasi bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari vakillari yuk avtotransportlarining vazn va hajm parametrlarini nazorat qilish jarayonlarini kuzatishdi. Zamonaviy maxsus avtotransport vositalari bilan jihozlangan mobil nazorat uskunalari jurnalistlarda katta qiziqish uyg'otdi. Maxsus transport vositamiz jihozlangan, narvon bor, keyin generator bor transport vositasida balandlikni o'lchash uchun metr berilgan lapatka yoritish jihozlari bilan jihozlangan. Inspektorlarni qo'l yuvish uchun alohida qo'l yuvish moslamalari ham joylashtirilgan. Ichkarida haydovchi bilan bevosita bo'layotgan holatlar kamera kuzatuv ostida nazoratga olingan. Wi-Fi tizimi o'rnatilgan, internet yo'q joyda ham bu transport vositasida internet o'rnatilgan. Press turning keyingi manzili Farg'ona shahri aylanma avtoyo'lining ta'mirlanayotgan obyekti bo'ldi. Bu yerda laboratoriya sinovlari va raqamlashtirilgan nazorat jarayonlari namoyish etildi. Transport nazorat inspeksiyasining Farg'ona viloyat hududiy bo'limi tomonidan Farg'ona viloyati umumiy foydalanuvdagi D091 avtomobil yo'lini 0-kilometrda bajarilgan markaziy sinov laboratoriyasi Farg'ona viloyat hududiy bo'limi xodimlari tomonidan mazkur obyektda bajarilgan ishlarda sifat ko'rsatkichlarini loyiha talablariga, amaldagi me'yor talablariga mosligi yuzasidan laboratoriya namunalarini olyapmiz. Bevosita hozirgi paytda birinchi dastlab namuna olish dalolatnomalariga asosan bajarilgan ishlarda geometrik o'lchamlari, yotqizilgan qoplamaning qalinligi bevosita joyida borib laboratoriya sharoitida qoplamani loyiha talablariga mosligi yuzasidan laboratoriya sinovlari olib boriladi. Laboratoriya sinovlari olib borilganda qoplamani fizik mexanik xususiyatlari, uni suv shimuvchanligi, laboratoriya natijalari loyiha talablariga solishtiriladi. Mana shu yo'l bilan obyektda bajarilgan ishlarda loyiha, smeta hujjatlari hamda me'yor talablariga asosan bajarilganligi yuzasidan
nazoratlari olib boriladi. Farg'ona tumanidagi Satkak mahalla fuqarolar yig'ini hududida tashabbusli byudjet dasturi asosida ta'mirlanayotgan ichki yo'llarda olib borilayotgan nazorat ishlari ham jurnalistlarga yaqindan tanishtirildi. Transport sohasidagi o'zgarishlar faqat texnik yangilanish emas, balki jamoatchilik ishonchini mustahkamlashga qaratilgan muhim jarayon sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Ochiq va raqamlashgan tizim, sifatli xizmat hamda xavfsiz harakatning eng muhim kafolatidir.